Yolg'on haqiqat. Yolg'onda mehr bor. Ko'rgasin bor. O'shanlar mana bitta olayapman yana. Yolg'on dunyo bu. Mana qadrdonlar yana Mana. sinfdoshlarim mana. Lochana. Mana shu kunda aybdor ana shu aybdor. Oxirgi yolg'onchi. Yolg'onchi hozir endi yolg'onlarimni umuman tashlayman deyapti. Ha, mana ko'ramiz. Nasib bo'lsa, ha, mana Instagramga ko'ryapman, qo'yyapman. Instagram qo'ymayman, kechayir. Ha, YouTube'ga ham qo'yaman, Instagramga ham qo'yaman, Facebook'ga ham qo'yaman bu nimani. Mayli do'stlar, mana shu mana Oxirgi yolg'on shu bo'lsin, ha? Botir domilla. Ha, mana Shuhrat Hoji buva sinfdoshim. Eng hamsiya men ikkamiz qo'shnimiz shunday qo'shni yashaganmiz. Qo'shni bir qadam. Shuhrat xudodan mesib olaydim. Mana shunday, ha. Meni 1 gektar joyim bor, hozir bir nima ham joyim yo'q, lekin Po'lat yo'llarda yalanglab yuguraydik dedi. ha, yalang oyoq shunday yuguraydik bizlar. Qaysi o'rin? Qayerga to'g'ri kelar o eski quloq. Shu eski maktabdagi Juda nima? Suvondiyda katta quduq bor. Akam deydi. Mana sinfdoshlarim, qadrdonlar meni Ikkita quduq bor yerda. juda qadrdon, juda qadrdon bular menga. Bu quduq ham motor qo'sa akam quduq quriydi. Shodira bor. Gap yeb ichishda emas, o'rtoqlar. Mana shu insonni uyiga kelganmiz. Mana shu Norcha Yo'ldoshev deydi. Eng Norcha do'stimiz. ha, mana ko'rgan odam imom. 18 yashar deydi. Ben imom deb qo'y, ben imom deb qo'y. 18. Mana bu bilan meni mana farq mana men mana farqimni ko'ringlar. Ben imom Bu deb inson qo'y. mana meni, ha. Mana yosh bola mana hozir ko'rsataman juda. Mana yosh. hammaga sog'lik. Ha, mana. O'sha. Oshna gapir. Bo'lish kerak. Gapir oshna. Hammadan eng kattalami. Yosh bola bu, yosh bola hali necha ay kirdi. Mana sinfdoshlarim shu Norcha oshnamizni tug'ilgan kuniga kelganmiz mana. Ustini yopib qo'yibdi. Surat falon bor. Shuhrat Hoji mana. Shuhrat Hoji bu Oxirimi? qo'shnim, eng qadrdon qo'shnim. Yolg'on haqiqat. Yolg'onda mehr bor. Ko'rgasin bor. O'shanlar mana bitta olayapman yana. Yolg'on dunyo bu. Mana qadrdonlar yana Mana. sinfdoshlarim mana. Lochana. Mana shu kunda aybdor ana shu aybdor. Oxirgi yolg'onchi. Yolg'onchi hozir endi yolg'onlarimni umuman tashlayman deyapti. Ha, mana ko'ramiz. Nasib bo'lsa, ha, mana Instagramga ko'ryapman, qo'yyapman. Instagram qo'ymayman, kechayir. Ha, YouTube'ga ham qo'yaman, Instagramga ham qo'yaman, Facebook'ga ham qo'yaman bu nimani. Mayli do'stlar, mana shu mana Oxirgi yolg'on shu bo'lsin, ha? Botir domilla. Ha, mana Shuhrat Hoji buva sinfdoshim. Eng hamsiya men ikkamiz qo'shnimiz shunday qo'shni yashaganmiz. Qo'shni bir qadam. Shuhrat xudodan mesib olaydim. Mana shunday, ha. Meni 1 gektar joyim bor, hozir bir nima ham joyim yo'q, lekin Po'lat yo'llarda yalanglab yuguraydik dedi. ha, yalang oyoq shunday yuguraydik bizlar. Qaysi o'rin? Qayerga to'g'ri kelar o eski quloq. Shu eski maktabdagi Juda nima? Suvondiyda katta quduq bor. Akam deydi. Mana sinfdoshlarim, qadrdonlar meni Ikkita quduq bor yerda. juda qadrdon, juda qadrdon bular menga. Bu quduq ham motor qo'sa akam quduq quriydi.
Şadra bom. Gap yeb ichishda emas, o'rtoqlar. Mana shu insonni uyiga kelganmiz. Mana shu Norcha Yo'ldoshev deydi. Eng Norcha do'stimiz. ha, mana. Buni ko'rgan odam 18 Imom. 18 yashar deydi. Ben imam deb qo'y, Ha. ben imam deb qo'y. 18. Mana bu bilan meni mana farq mana men mana farqimni ko'ringlar. Ben imam Bu deb inson qo'y. mana meni, ha. Mana yosh bola mana hozir ko'rsataman juda. Mana yosh. Hammaga sog'lik. Ha mana. O'sha. Boshna gapir. Bo'lish kerak. Gapir oshna. Hammadan kattaraman. Yosh bola bu, yosh bola hali necha ay kirdi. Endi nevararoqni ko'r. Oylar. Ha. Mana sinfdoshlarim Ko'rmadingmi? shu Norcha oshnamizni tug'ilgan kuniga kelganmiz mana. Ustini yopib qo'yibdi. Surat falon bor. Sho'rat hoji mana. Sho'rat hoji bu Oxirida qo'shnim, eng qadrdon qo'shnim. Shukr.